Sergeli atrofidan biznes uchun joy qidirgan akalar diqqatiga bitta arzon narxda 154 kvadratli joy topib qo'yganman. Ko'rib turganimiz 70 market. Kim bilsa agar Sergeli Shokirari mahallasi joylashgan 3-metro bekatidan 500 metr masofada greenhouse uylarini -1 etaj. Men ko'rib turganimizda polностью do'kon, har xil turdagi faoliyat olib boradigan joyimiz. Pastdagi mana shu 70 market tegi bo'ladi. 154 metr kvadrat maydonga ega, katta panorama oynalar bilan birga. Ko'rib turganingizda shunday remontli holatda ozgina cheska qilib har qanaqa biznes faoliyatiga moslasanglar bo'ladi. Uni o'zi 3-4 ta xonalarga bo'lingan. Alohida sanuzullarni ham ko'rishimiz mumkin. Narxini 110 ming dollar deyishyapti. Ya'ni kvadratiga bo'ladigan bo'lsa 700 dollar atrofida plus minus. Narxiga juda ham zo'r varianti bo'ladi. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashasizlar bo'ladi. Sergeli atrofidan biznes uchun joy qidirgan akalar diqqatiga bitta arzon narxda 154 kvadratli joy topib qo'yganman. Ko'rib turganimiz 70 market. Kim bilsa agar Sergeli Shokirari mahallasi joylashgan 3-metro bekatidan 500 metr masofada greenhouse uylarini -1 etaj. Men ko'rib turganimizda polностью do'kon, har xil turdagi faoliyat olib boradigan joyimiz. Pastdagi mana shu 70 market tegi bo'ladi. 154 metr kvadrat maydonga ega, katta panorama oynalar bilan birga. Ko'rib turganingizda shunday remontli holatda ozgina cheska qilib har qanaqa biznes faoliyatiga moslasanglar bo'ladi. Uni o'zi 3-4 ta xonalarga bo'lingan. Alohida sanuzullarni ham ko'rishimiz mumkin. Narxini 110 ming dollar deyishyapti. Ya'ni kvadratiga bo'ladigan bo'lsa 700 dollar atrofida plus minus. Narxiga juda ham zo'r varianti bo'ladi. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashasizlar bo'ladi. Sergeli atrofidan biznes uchun joy qidirgan akalar diqqatiga bitta arzon narxda 154 kvadratli joy topib qo'yganman. Ko'rib turganimiz 70 market. Kim bilsa agar Sergeli Shokirari mahallasi joylashgan 3-metro bekatidan 500 metr masofada greenhouse uylarini -1 etaj. Men ko'rib turganimizda polностью do'kon, har xil turdagi faoliyat olib boradigan joyimiz. Pastdagi mana shu 70 market tegi bo'ladi. 154 metr kvadrat maydonga ega, katta panorama oynalar bilan birga. Ko'rib turganingizda shunday remontli holatda ozgina cheska qilib har qanaqa biznes faoliyatiga moslasanglar bo'ladi. Uni o'zi 3-4 ta xonalarga bo'lingan. Alohida sanuzullarni ham ko'rishimiz mumkin. Narxini 110 ming dollar deyishyapti. Ya'ni kvadratiga bo'ladigan bo'lsa 700 dollar atrofida plus minus. Narxiga juda ham zo'r varianti bo'ladi. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashasizlar bo'ladi. Sergeli atrofidan biznes uchun joy qidirgan akalar diqqatiga bitta arzon narxda 154 kvadratli joy topib qo'yganman. Ko'rib turganimiz 70 market. Kim bilsa agar Sergeli Shokirari mahallasi joylashgan 3-metro bekatidan 500 metr masofada greenhouse uylarini -1 etaj. Men ko'rib turganimizda polностью do'kon, har xil turdagi faoliyat olib boradigan joyimiz. Pastdagi mana shu 70 market tegi bo'ladi. 154 metr kvadrat maydon